250 ming so'mlik ish qilmadingiz yoki bittasini bilan zavat qilib beryapti. Ha shu bittasini olishga 10 yil umrim ketgan shu o'rganishga. Aka qarang, mana bunaqa. Menga aytasiz, mashina blokka tushganda, to'g'rimi? Lekin mashinangiz blokka tushmagan. Mana blokka tushmagan uchun qo'lda kompyuter yo'q, boshqasi yo'q. Gapirib oxirigacha maylimi gapirsam? Siz blokka tushgan deb aytdingiz menga. Men sizga aytayman, mashinangiz blokka tushmagan. Qo'lda kompyuter yo'q, chiqarib zavat qildim, to'g'rimi? Sizning aybi mana disiplinani dachiga qarabkaningizda bo'lyapti ayb. Tushuntir oldimmi? Uni degan narsa bo'lar ekan. Aka, uni degan narsa bo'lsa, biz o'shani o'chirib beraman, yo'q, ishlatib beraman dedi. Aka, telefon qiling elektringizga. Biz kompyutersiz mashinani iymon o'chirib bera olasizmi deng? Yo'q dedi. Biz kompyutersiz o'chira olmaydi. Xo'p, meni zavat qilib beraman sizga. Mana. Aka, men bunaqa narsa qilyapsiz. Mana inson qarang, hozir sizni qo'lingiz og'rigan bo'lsa, endi tishingizni kutyapsiz. Aka, tushunmayapsiz. Siz siz shun xohlamayapsiz. Zavat qilib berishingizni. Men hozir o'chirsam meni o'chib qoladi. Yuborata. Servisga ketib olasiz mana aka. Xo'p, servisga ketib ol, yana falon pul ber, sizga ham falon pul ber. Ha, falon pul. Kompyuteringiz bo'lsa keling dedim. Aka, kompyutermisiz hal qilib berdim ishingizni. Agar imo ketgan bo'lsa, mashina zavat bo'lmasdi deyman. Tushuntirman sizga yana. O'chirib yana zavat qiladigan qilib keting, 250 mingingizni beraman. 250 ming so'mlik ish qilmadingiz yoki bittasini bilan zavat qilib beryapti. Ha shu bittasini olishga 5 yil umrim ketgan, 10 yil umrim ketgan shu o'rganishga. 10 yil umringiz ketdi. Xo'p, mashina qilib bering unda. Aka, siz menga imo deb chaqirdingiz, to'g'rimi? Imodan emas, aka, mashina zavat qilib beraman dedim. Hozir Karibkada mana.